zaldagi обычный trenirovkam. Ko'pincha 1 soat davom etadi. Men har doim full body, to есть trenirovkani полный tanaga qilaman. Har bitta zonani отдельно ishlab o'tirmayman va trenirovkamni ko'pincha rumunskiy tyaga bilan boshlashni yoqtiraman. Tyagadan keyin отжимание qildim, lekin videoga olishga uyaldim, to'g'risini aytsam. Поэтому bu yerda отжимание bo'lish kerak. Keyin esa belga ishlashga ketdim. Men uchun eng oson упражнениялар eng effektivni bo'lgan har doim. Поэтому просто ves bilan o'zimizni ko'taramiz, belimizni texnikasi eng muhimi to'g'ri bo'lishi kerak va bo'ldi. Va bu yerda ham mashq bo'lishi kerak edi. Uni ham videoga olishga uyaldim. U ham oyoqga edi. Har doim trenirovkam oxirida o'zimni ana shu trenajyorda испытывать qilib ko'raman. 80 kilodan boshlab va tepaga 10 kilo qo'shib ko'tarilaveradi. Buni safar 130 kilogacha yetib boribman. Va podxodni orasida aynan shu mashq qilaman. Qo'limga juda ham yaxshi ishlaydi. 5 ta podxod bo'ldi. Общий har bitta mashqni esa 8 yoki 10 martadan qilaman. Va trenirovkam oxirida rastяжка bilan tugataman. Kadrlar kam edi, chunki video olishga uyaldim. Odam zalda juda ham ko'p ekan bugun joda.